Islomiy filmlarda payg'ambarlar va sahobalarning rolini ijro etgan aktyorlar yoki qattiq kasal bo'lib qolganlari va yoxud vafot etganlar haqida ko'p o'qiganmiz. Buning siri nimada? Shuningdek, Risola filmida hech bir sahoba ko'rsatilmagan holda Bilol ko'rsatilgan. U sahoba bo'lmaganmi? Bu savolda filmlarga oid, xususan diniy ma'nodagi, islomiy ma'nodagi filmlarni to'g'risidagi bir holat munoqasha qilinyapti. Savol egasi g'alati bir gapni aytyaptiki, mana shu islomiy filmlarda payg'ambarlarni va sahobalarni rolini o'ynagan artistlar yo qattiq kasal bo'lgan, yo halok bo'lganligi to'g'risida ko'p o'qiganmiz. Muhtaram savol egalari ko'p o'qiganligi to'g'risida aniq bir misol keltirganda, ko'p bo'lmasa ham bittami, ikkitami, uchtami, misol uchun falon gazetda falonchi payg'ambarning rolini o'ylagan pistonchi aktyorni halokatga uchragani yoki og'ir kasal bo'lib qolganligi, kasali bundoq ekanligini o'qidim deb aytganlarida gap hujjatli bo'lar edi. Hozir ko'p o'qiganlik to'g'risida gap bor, lekin hujjat, dalil yo'q. Misol uchun men o'qiganim yo'q buni. Va o'qidim, ko'rdim, bildim deb aytgan odamdan eshitganim ham yo'q. Menimcha bu savol egasining o'zining tushunchasi, lekin ko'pchilikning ichida bu ma'no tarqalgani yo'q. Haqiqatda islomiy filmlarda payg'ambar alayhissalomlarning rolini o'ynash yo'lga qo'yilganligi to'g'risida ham shubha bor. Mana bu falonchi payg'ambar deb islomiy film qilgan tarafni men bilmayman. Payg'ambar alayhissalomlarni umuman suratlarini ko'rsatish ma'nosida ulamolarimizning fatvolari yo'q. Endi Risola filmiga keladigan bo'lsak, bu yerda ham payg'ambarlarni, xususan Muhammad alayhissalatu vassalomning suratlari yo'q. Shu filmning boshlanishidagi bayonnomada yozma ravishda ko'rsatilgan muqaddimada ulamolarning fatvolari olinganligi, Rasuli akram alayhissalatu vassalomning suratlari, shakllari, hattoki soyalari ham ko'rsatilmaganligini ta'kidlab turib, keyin film boshlanadi. Sahobalarni deydilar, bu savol sohiblari birortasini ham ko'rsatmagan holda Risola filmida Bilolni ko'rsatgan u odam sahoba bo'lmaganmi? Yo'q, bu yerda Hazrati Bilol radhiyallohu anhudan boshqa sahobalarni ko'rsatilgan. Misol uchun Hamza ibn Abdul Muttalib ko'rsatilgan. Ammar ibn Yosirning otalari Yasir, onalari Sumayya, shuningdek Ambar radhiyallohu anhuning o'zlari va boshqa bir qancha sahobalar ko'rsatilgan. Qanday qilib shuncha narsani ko'rib, bilib, butun dunyo eshitib turgan narsani ko'rsatilmagan deyishimiz mumkin. Ehtimol bu savol egalari ana shu shaxslarni sahoba ekanligini bilmasalar kerak. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ko'rsatilganlar va albatta u kishi buyuk sahobalardan biri. Buni hech kim inkor qila olmaydigan darajadagi ochiq oydin haqiqat. Aynan shu Risola filmidagi sahobalarni ko'rsatish ko'pgina ixtiloflarga sabab bo'lgan o'z vaqtida. Musulmonlarning noroziliklari bo'lgan. Ko'pgina holatlarda norozi taraflarni hujjati, dalili shu sahobalarni rolini o'ynayotgan artistlar, aktyorlar boshqa filmlarda noma'qul rollarni, islomga mutlaqo xilof bo'lgan shaxslarni rollarini ham o'ynashgan. Odamlar o'sha suratlardan bu shakl egasi
bu ko'rinish egasiga nisbatan salbiy bir tasavvurda paydo bo'lib qolgan, noshar'iy ishlarni qilayotganligi ko'rsatilgan. Endi xuddi o'sha odamni islom ummatining eng yorqin avlodi, eng pok avlodi, sahobalar vakillari sifatida ko'rsatish odamlarda noto'g'ri tasavvur qoladi degan e'tirozlarni bildirishgan va hokazolar bo'lgan. Shuning uchun bu savolning javobiga aytamizki, islomiy filmlarda payg'ambarlarning rolini o'ynash yo'q. Sahobalarning rolini o'ynash, mana risolani misolida ko'rdik, bor. Lekin o'sha rollarni o'ynagan aktyorlarni o'lgani va kasal bo'lib qolaverganligi to'g'risidagi ma'lumot biz hozir tasdiqlay olmadik. Agar savol egasi o'sha ko'p o'qigan narsalarini bir takror qarab, aniq qaysi gazet yoki jurnal, kitobda qaysi betida o'qiganligi, kim nima bo'lganligini aniq bilsa, unda so'rab surishtirishga o'tamiz. Bundan keyin risola filmida Hazrati Bilol radhiyallohu anhudan boshqa sahoba ko'rsatilmagan degan gap ham asossiz va Hazrati Bilol radhiyallohu anhu buyuk sahobiy ekanliklarini unutmasligimiz kerak.